Assalomu alaykum sho'pir akalar, charchamayapsizlarmi? Monza mashinasini motor moylarini almashtirib beruvdik. Xabaringlar bormi? Duxovkaga o'yinimiz ketyapti. O'yinimizda ayol kishi Monza 930 davlat raqamli opamizga duxovka yutib oldi. Shuncha erkaklar ichidan именно mana opamizga chiqib qoldi. Opa, nima deysiz endi? Unaqa meni qarindoshim emassiz, tanishim emassiz. Yo'q, Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men ham bu narsaga ishonmadim. Duxovka deganinglarda Xudo xohlasa duxovkani o'zim olib ketaman deb niyat qilib ketgandim. Qizimning tug'ilgan kuniga podarka ham bo'ldi, rahmat. Firmalarga rahmat. 19-noyabr kuni bizda Gold servisda moy almashtirib bonusimizga qo'shilgan ekansizlar. Shunda opa tabriklayman. Anaqa duxovka yutib olding. Rahmat. Yaxshi ishlar. Sog' bo'linglar. Bu opamizni tanimaymiz, ham shunaqa tanishimiz bor. 95% klientimiz faqat erkakdi. 95% klientlarimizdan 5% o'sha ayol kishilar bo'ladi. Unda ham mana o'sha opamizni именно o'zini egasini topibdi. Bonuslarimizni topshirib oldik opamizga. Duxovka chiqib, qog'ozlarni random qilib ko'pgina qog'ozlar ichida aylantirganimizda opamizning qog'ozi chiqib qoldi. Hisob berdi omonatini.